Keldi trend darvozalar, ha? Ha, bu Haytay fason darvoza aka, bu kichkina eshigi alohida bo'lgan, kattasi alohida. Bir kelishingizdan 15 minut oldin darvozamiz sotildi lekin 18 million so'mga shu darvozamiz ketdi aka. Xohlasa aka, teksta onaxon, otaxon o'zlari yashashadigan bo'lsa, aloqa chiqsa, o'zlari chiqishmasa, shunaqa tanishlar aloqa chiqsa, bitakachilarni bepulga dastlabki qilib beradi. Mazdari chola kampir choy ichib, Ha, qo'shni qarindosh urug' tanish bilsa aloqa chiqishaveradi. Sharoitlarni ko'ramiz, bitirib beraveramiz aka. Xo'p, keyingi darvozamiz tekinga beramiz degan darvozamiz shu aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangandamiz. Azizlar, hammaga Hayit bayrami muborak bo'lsin. Hayit bayrami uchun ajoyib aksiyalar bo'lyapti ekan. Videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Bu yerda kachelalar bor. Bular ham xudo xolasa Hayitli sifatida beriladigan ham bor. Mutlaqo bepulga olsalar ham bo'ladi. Uni shartlarini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Va bu tomonda tapchan so'rilar ham bor. Har xil turdagilari. Va bu yerda shunaqa reshotkalar ham bo'lishlari mumkin va 55 dona darvoza tayyor holatda qilib qo'yilgan. Razmeri tushib qolsa, ertasiga o'rnatib berish oladi va bular ham Hayit uchun aksiya qilib qo'yilgan, anchagina arzon narxlarda olishingiz mumkin. Bo'lmasa ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Yaxshi keldingizmi? Sizni menimcha tushungan bo'lsam, bu yerda 55 ta darvoza tayyor. Xuddi shunday. Razmerlarni aytamiz. Mana shu tayyor darvozalarda razmeri tushib qolsa, hech qanaqa kutmaydi, o'rnatib beriladi. Shunday. Va mana shu tayyor darvozalarda narxi skitkada. Ha, tayyor darvozalarimiz narxi skitkada, yangi buyurtma berishadigan bo'lsa, bu yangi buyurtma narxlarini ham bir vosita hammasini aytib o'tamiz. Yangi buyurtma narxi boshqacha, bu yerda tayyor holatdagisi boshqa narx. Chunki bular ham yangi darvoza, faqat tayyor holatda qilib qo'yilgan sizlar uchun. Hayit uchun tayyorgarlik ko'rilgan bu yerda. Bo'lmasa boshlaymiz bundan. Ha, aka, bugun videoda darvozaning razmerlari bilan kvadrat narxini aytib o'tamiz. Yangi tayyorlaydigan narxda tayyor razmer darvozaning narxini aytamiz. Opsion mana shu kvadrat narxiga chaqib berishaveradi. Sababi darvoza ko'p, hammasini opsion narxini eslab qolish juda qiyin. Shunga razmer bilan kvadrat narxini aytib o'tamiz aka. Xo'p, bu darvozadan boshlayveramiz. Bu darvoza shu yangi fason darvoza, ruchnoy rabota, qo'l mehnat darvoza, polni shumkali bo'lgan 3 qavatli holat tayyorlangan aka. Eniga 380, balandligi 330 razmerda bo'lgan kichkina o'ng tarafda addini qilib tayyorlaganmiz. 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. Necha razmer deysiz, farqi yo'q. Bu darvozamiz razmer tushib qoladigan bo'lsa, aka 1 kvadrat metrni 1 million 200 ming so'mdan beraveramiz aka. Mana shu 330 ga 380 razmeringizga tushib qolsa 1 million 200 qilib beradi. 200 ming kvadratida 10 kvadrat bo'lsa 2 million. Xuddi shunday. Keyingisi. Xo'p, keyingi darvozamiz aka, eniga 380, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan shtampovishli ruchnoy gibrid variantida tayyorlangan aka. Bu oldi ko'rinishi, orqa ko'rinishi bir xil holatda tayyor bo'lgan. Ranglarni xohlagan ranglarga o'zgartirib beramiz. Bu tayyor darvozamizni 1 kvadrat metrini 800 ming so'mdan beramiz. Buyurtma asosida 1 million 150 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz aka. Aloqaga chiqishaveradi. Keyingilari. Bu ham ajoyib ekan, ko'rmadim bunaqa. Xo'p, bu darvoza aka g'ubba fason, kitob fason deb ataladi. Eniga 330, balandligi 3,5 joyga tushaveradi aka. Lislari 1.8 2 qavatli bo'lgan. Stoykalari 2 stangdan foydalangan, past qismi shivilli. 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skitkada 900 ming so'mdan beraveramiz. Shu razmer tushib qolsa, shu razmer 900 ming so'm. 900 ming so'm qilib beradi. Bu kachelarimiz nechi pul? Kachelarimiz aka o'zi 5 million sotardik, aksiyada 4 million so'mdan beramiz aka. 5 million, qo'yli. 4 million qilib beradi. 4 million. Endi keyingisi. Xo'p, keyingi darvoza 2025 da yangilab chiqqan fason darvozamiz. Eniga 320, balandligi 320. Buyurtma asosida 1 kvadrat metrini 1 million 600 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Sababi 3 qavatli darvoza, 3 qavat 1.8 plyusovli list ishlagan. Tayyor razmer tushadigan bo'lsa, buni ham 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadrat metr 400 ming so'mdan skitka qilib beramiz aka. 1 million 200 razmer tushib qolsa bo'ldi. Va kutib o'tirmaydi. Bugun zakaz bersa, ertaga o'rnatib berishadi. Xuddi shunday. Alohida zakaz bersa bir 15-20 kun kutadi. Alohida buyurtma berishadigan bo'lsa, bu darvoza ruchnoy darvozalarimiz 15 ga 25 kun oralig'ida yetkazib olib borib ustanovka qilib beramiz. Darvozalarimizni bu yerda tayyor darvozalarimizni vodiy bo'ylab yetkazib o'rnatish bepul. Vodiydan tashqari joyga faqat dastlabki ustanovkasi kelishilgan holatdagi. Xo'p, keyingi darvozamiz shtampovishli variantda 2 qavatli shumkali bo'lgan variantdagi. Eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr. Undan tashqari 25 sm aylan atrofiga nalichga aylangan. Bu darvozamiz buyurtma asosida 950 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skitkada 800 ming so'mdan berishaveradi aka bunga. Keyingisi. Xo'p, keyingisi aka, eniga 320, balandligi 3 metr, shtampovishli variant, bunga nerijaga ishlama qo'yilmagan. Bu darvozamiz buyurtma asosida 570 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Lislari 1.3, stoykalar 8 ga 6, past shivillet. Yetkazib o'rnatib O'zbekiston bo'ylab bepul buyurtma qilishadigan bo'lsa. Agar tayyor razmer tushadigan bo'lsa, 1 kvadrat metrini aka 480 ming so'mdan beraveramiz aka. 3 metrga 320. Eniga 320, balandligi 3 metr. Xo'p, keyingi darvoza eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr razmerda nerji egalari bor. Bu darvozamizda 1 kvadrat metr buyurtma asosida 620 ming so'm,
skidkalar aka 500 ming so'mdan pul berishaveradi. Eniga 3, balandligi 3,5 metr razmerda. Xo'p, keyingisi Toshkent fasonilari skromni bodasi o'lmaydigan fason. Ishlari 1.8, stoykalariga 10 ga 5 1.8 dan foydalanganmiz. Past chivillar aka. Devo kraska eniga 3.15, balandligi 3.40 razmerda bo'lgan. Buyurtma asosi 950 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkalar aka 600 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Videomizni o'tkazib olasiz, oxirigacha tomosha qilinglar. Sizga mos darvoza chiqib qolsa, xudo xolasa yana ham arzon qilib beradi. Ya'ni hayitli fason. Bepulga darvozamiz ham bor. Bepulga darvozamiz Va ham bor. 1 kvadrat metr 99 ming so'mlik darvoza ham bor. Razmer chiqib qolsa bo'ldi. Video davomida ko'rsatamiz bunga. Xo'p, keyingi darvoza chaqma fason deb ataladi. Bu ham 3 qavatli variantda fonni 1.8 listdan foydalanilgan. Eniga 3.30, balandligi 3.5. Buyurtma asosida 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Skidkalarga 900 ming so'mdan tayyorlab beramiz aka buni. Xo'p, keyingi darvozamiz shtampovishli variant. Eniga 3.40, balandligi 3.5 razmerda bo'lgan. Listlari 1 nerjiklarni qo'yganmiz. Aka stoykalar 8 ga 6 past chivili devo kraska. Kraskalarga xudo xolasa buyurtma berishadigan darvozalarga bu darvozalarimizga 3 yil kafolat beramiz. Xo'p, narxi aka 1 kvadrat metr 620 ming so'mdan buyurtma asosida ishlaymiz. Darvozamizni 500 ming so'mdan berishaveradi aka bunga. Ruchkasini qo'yib berasizmi shuni? Zamoylari kakpolojni bo'ladi aka. Zamoylari bo'ladi. Keyingisi Xo'p, keyingi darvozamiz Cheche fason darvoza aka. Eniga 4.5 bo'lgan, balandligi 3.60. Darvoza fonni 2 qavat 1.8 dan tayyorlangan. 1 kvadrat metr 1 million 350 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkalar aka 800 ming so'mdan pul berishaveradi aka. keyingisi bu o'sha yerda trend darvozalar, ha? Ha, bu Haytay fason darvoza aka. Bu kichkina eshigi alohida bo'lgan, kattasi alohida. Bir kelishingizdan 15 minut oldin darvozamiz sotildi lekin. 18 million so'mga shu darvozamiz ketdi aka. 18 millionga. Razmer necha edi bu? Razmer aka katta darvoza eniga 3.60, balandligi 3.70 bo'lgan, kichkinani eniga 1.10, balandligi 3.70 bo'lgan. Darvozani agar buyurtma beraman, shu fason yo'qdi deysa, 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bilan tayyorlov uстановka qilib beraveramiz. Lekin sotildi bu. Ha, shunday. Bu yomon vahimaligi bu. Xo'p, Shohona fason darvozamiz aka. Eniga 3.45, balandligi 380 joyga tushaveradi. Undan tashqari plus ikki tomoniga 35 sm, tepaga 35 sm nalichkalarni qilganmiz. Xo'p, darvoza 3 qavatli variantda, fonni 1.8 full materialda ishlagan. 1 kvadrat metrni buyurtma asosida 1 million 400 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkalar aka 1 million so'mdan pul sanab berishaveradi aka bunga ham. Bashin moshni ekan aka. Vahimani holatganlarga, katta baland uylarga. Shohonani holatganlarga shu darvozamiz bor. Bu ham katta. Keyingi darvozamiz eniga 3.40, balandligi 3.40. Undan tashqari plus 30 sm iki yonga, tepa qismiga 30 sm nalichka qo'yganmiz. 1.8 dan 2 qavatli tayyorlangan darvoza. 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 350 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkalar aka 900 ming so'mdan pul berishaveradi. Mana aka hayitli bo'lsa 800 ming so'mdan berishaveradi. Gapsiz yo'q. Ha. Keyingi darvoza aka bu vashim noodatiy bo'libdi. Ha, kapalak fason ham deb atashadi. Xo'p, aka bu darvoza yangi fason, eniga 3.40, balandligi 3.40 joyga tushaveradi. Xo'p, undan tashqari ikki tomoniga 45 sm, tepaga 45 sm nalichka bo'lgan. Buyurtma asosida 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bu darvozamiz razmeri tushadigan bo'lsa 900 ming so'mdan beramiz aka buni ham. Lekin vashim noodatiy ekan-a? Shunday aka, yangi ko'rmagan bunaqasidan. Bu-chi bu? Xo'p, keyingisi eniga 280, balandligi 320 razmerda bo'lgan. Bu ham 3 qavatli variantda 1 kvadrat metr 1 million 600 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkalar aka 1 million so'mdan beramiz buni ham aka. Aloqaga chiqishaveradi. Bu mana 2-3 yildan beri trenddan tushmaydigan darvoza. Shunday aka, Samarqand fason darvoza, eniga 3.5, balandligi 2.70, undan tashqari plus 30-32 yonda, tepada 40 sm nalichka qo'ygan, 1 kvadrat metri 1 million 350 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Sabab 3 qavatli variant, orqa taraf tekis holatda. Xo'p, darvozamizda 1 kvadrat metrini 900 ming so'mdan skidkalar beraveramiz aka. Qayerdan kiradi bu kirish eshigiga? Kirish eshigi bu yerda aka. Ochiq zamoylarni qo'yib beramiz. Keyingi variant shtampovishli variant, arzonroq xohlaganlar uchun eniga 3 metr, balandligi 3.5 metr, 1 kvadrat metr buyurtma asosida 570 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Listlari 1 o'chlik, skidkalar aka 450 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Bu kichkina garajlardikimi bu? Ha, bu yerda kalitkalar ham bor aka. Eniga 2.32, balandligi 2.30 razmerda bo'lgan kalitkamizni aka 2200 ming so'mga beraveramiz. 1.8 dan 2 qavatli tayyorlangan. Turishini 2200 ming. Ha, bu shtampovishli variant, eniga 1.10, balandligi 2.20. Buni aka 1 million 700 ming so'm beraveramiz. Aloqa chiqdi. Bu alohida darvoza qo'ymoqchi bo'lganlar, kichkina darvoza. Ha, kichkina eshiklar bo'lganlarga beraveramiz. Buni eniga 1.40, balandligi 2.20. Buni 1 million 800 ming so'mga beraveramiz aka. Turishini. Necha qalin listlar? Listlari 1.3lik, bu shtampovishli variant, bu ikkalasi. Bu-chi bu? Xo'p, bu o'sha lazerda tayyorlangan kichkina eshik aka, bu eniga 1.60, balandligi aka 1.80 bo'lgan. Buni ham 2 million 300 ming so'm beraveramiz aka. Xo'p, keyingi tomondagi darvozalarni ko'rsatamiz. Eniga 3 metr, balandligi 3.5 metr, 1 kvadrat metr 570 ming so'mdan 1.3lik lista tayyorlab beramiz. Xohlasa arzonroq variant desa 1.1 ham bor, 0.9 ham bor, qulayroq variantda chiqaveradi.
Lekin 1.3ligini tavsiya qilamiz, sababi xizmati yaxshi bo'ladi. Xo'p, skitkada narxi aka 1 kvadrat metrni 450 ming so'mdan beramiz. Xo'p, keyingi darvoza aka 1 kvadrat metri 99 ming degan darvozamiz shu. Eniga 380, balandligi 3,5 razmerda. Aloqaga chiqishaveradi. Faqat muhtojroq oilaga beramiz buni, qiynalgan oilaga. 99 ming so'mdan 1 kvadrat metrga pul sanab. Necha kvadrat bo'ladi mana shu taxminan? Xo'p, darvozamiz aka 13 kvadrat atrofida. Taxminan 1 million 100 dollar atrofida bo'lar ekan-a? 100 dollar atrofida beraveramiz aka. Aloqaga Xudo chiqishaveradi. xolasa muhtojroq oila bo'lsa, dastakasi ichida vodiy bo'lib qo'yib beraverasizlar. Aka muhtojroq oila bo'lsa, yetkazib o'rnatib beramiz. Shu darvozaning narxini ko'tarishmasa, shu pulni ham bermay qo'yishaveradi aka. Ko'tara olmasa, bepul ham beraverasizlar. Razmeri tushib qolsa bo'ldi lekin. Gap yo'q, qo'ying. Muhtojroq oilaga beramiz aka. Taklif bosaringlar, tarqatib qo'yinglar va qo'shnisi bo'lsa ham, endi muhtojroq oilani telefoni bo'lmasligi mumkin. Qo'shnisi bo'lsa ham chiqsa bo'laveradi. Qo'shni qarindosh-urug' tanish bilsa aloqaga chiqishaveradi. Sharoitlarni ko'ramiz, bitirib beraveramiz aka. Xo'p, keyingi darvozamiz tekinga beramiz degan darvozamiz shu aka. Eniga 320, balandligi 3,5 metr. Bu ham shu muhtoj oilaga bepulga hayitga hadya qilib beramiz aka. Joy tushib qolsa bo'ldi. Joy tushib qolsa bo'ldi, aloqaga chiqishaveradi, o'sha aytib o'tganimizdek qilib beramiz. Eniga 340, balandligi 380 darvozamiz, listlari 1.3lik. Xo'p, devokraska high-tech fason darvoza, 1 kvadrat metrini 570 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkadagi 450 ming so'mdan pul sanab berishaveradi bu darvozaga. Xo'p, keyingi darvoza eniga 340, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan aka. Listlari 1.3lik, 570 ming so'mli variant, 1 kvadrat metri. Xo'p, skidkada bunga ham 450 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Xo'p, keyingisi eniga 3,5 metr, balandligi 3,5 metr. Xo'p, listlari 1.3lik, buyurtma asosida 570 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkada bunga ham 450 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Xo'p, keyingi darvozamiz eniga 330, balandligi 350 bo'lgan testa fason darvozamiz. Qo'lni shu 3 qavatli variantda tayyor bo'lgan. 1 kvadrat metrini 1 million 350 ming so'm O'zbekiston bo'ylab zakaz asosida yetkazib beramiz. Bu darvozamizga 1 million so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Xo'p, keyingi darvoza aka eniga 330, balandligi 330 high-tech fason darvoza. Undan tashqari plus 2 tomoniga tepa qismiga 30 sm dan nalichka aylangan. Qo'lni shu 1.8 2 qavatli tayyorlangan. 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 350 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkalar ekan narxi 1 million so'mdan beramiz bu darvozaga. Xo'p, keyingi darvoza shtampovochni setka fason darvozamiz. Eniga 335, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan. 1 kvadrat metri 570 ming so'mdan buni ham tayyorlab beramiz. Skidkadan narxi aka 450 ming so'mdan pul sanab berishadi buni ham. Xo'p, bu yerda kachilalarimiz bor aka, narxi 2 million 200 ming so'm. Hozir tashqarida yana ko'proq kachilalar bo'ladi, obzor qilamiz aka. Xo'p, shtampovochni arzon variant xohlashganlar uchun shtampovochni arzon variant darvozamiz. Bu darvozani lekin buyurtma qilish tavsiya qilmayman, sababi listi 09, mana listi o'ynaydi. Shuni hisobiga buni buyurtma qilish tavsiya qilmayman. 800 ming 1 million raznica qiladi. 1.3ligidan qilsak xizmat yaxshi bo'ladi, lekin arzon so'raganlarga buni beraveramiz. Eniga 3,5, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan. 1 kvadrat metrga 380 ming so'mdan pul berishaveradi aka. Xo'p, keyingi darvoza soqqa fason shtampovochni variant, vibralarni qadab ishlangan variantda aka 1 kvadrat metr 600 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkaning narxi aka 500 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Eniga 3,5, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan aka. Xo'p, 2025 da yangilik shtampovochni variant, shu hayitdagi gibrid qilingani. Eniga 280, balandligi 3 metr bo'lgan. Xo'p, bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 650 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Kimga razmeri tushib qoladigan bo'lsa, 520 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Bu Dubay. Ha, bu aka Dubay fason darvoza. Eniga 340, balandligi 295 razmerda bo'lgan, 2 qavat qo'lni o'sha 1.8 dan tayyorlangan shumkali holatda aka. 1 kvadrat metr 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab buyurtma asosida tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Xo'p, skidkada aka buni ham 1 million so'mdan beramiz aka. Bu yerda chechen fason darvoza bor aka. Ha, eniga 4 metr, balandligi 280 razmerda, kichkina eshik o'ng tarafda addenli bo'lgan 1.8 dan tayyorlangan. Bu darvozani agar nerjikasi yo'q bo'ladigan bo'lsa 1 million 250 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bundan oldin ko'rsatdik, nerjikasi bor 1 million 350 ming so'mdan chiqadi. Skidkada narxi aka 900 ming so'mdan qilib beramiz aka buni ham. Xo'p, keyingi fason darvozamiz high-tech fason darvoza, Afsona fason deydi aka. Xo'p, razmerlariga eniga 370, balandligi 330, 1.8 dan 2 qavatli tayyorlangan buni ham. 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 250 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Agarda razmeri tushib qoladigan bo'lsa, 850 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Xudo xolasa darvozalar hammasi aka aytilgan narxda beriladi. Hali yolg'on mashinasi yo'q. Yo'q aka, misol
darvoza shu darvoza menga yoqdi, razmer to'g'ri kelar ekan deysa, misol screenshot qilishadi shu YouTube orqali, Instagram orqali screenshot qilishadi. Sotilmagan bo'lsa berasizlar. Ha, sotilmagan bo'lsa Telegram, WhatsApp bor. Tashlab beraveramiz aka. Undan tashqari agar ishonishmasa, misol shu darvozani sotibsiz, biz ulgurmayapmiz, sizlar yolg'on gapiryapsizlar deysa, o'sha olib borib ustorovka qilingan egalarning nomerlarini beraman, bemalol gaplashib olishaveradi. Hammasi isboti bilan bo'ladi, xudo xolasa aka. Xo'p, eniga 3,5, balandligi 3,40 razmerda reflyonka fason darvozamiz. Bu rushnoy emas, rushnoy darvoza qimmat emas, arzon emas, sredniy variantda. 1 kvadrat metr 780 ming so'mdan tayyorlab beramiz aka. Agarda razmer tushadigan bo'lsa aka 1 kvadrat metrini 600 ming so'mdan skidkaga beramiz aka. Necha bu razmer o'zi? Razmer eniga 3,5, balandligi 3,40. Gap. Keyingisi. Xo'p, keyingi fason Dubay fason aka, shtampovishni variant bu ham. Xo'p, razmerlari eniga 3,5, balandligi 3,5 razmerda listlari bir o'chlik. 1 kvadrat metrini aka 620 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkaga aka 480 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka bunga. Xo'p, keyingi fason aka 2022 dan trendda bo'lib kelayotgan fason, lazer fason, skromli variant bu ham aka. Xo'p, razmer eniga 3,40, balandligi aka 335 razmerda bo'lgan 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkaga aka 1 million so'mdan pul sanab berishaveradi bunga. Xo'p, keyingi fason aka gibrid fason, bu ham rushnoy rabota, 3 qavatli variantdagi stoykalarga 10 ga foydalanganmiz. Xo'p, razmer eniga 3,40, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan, 360 razmerda bo'lgan, undan tashqari 30 sm dan plus nalichga aylangan 1 kvadrat metr buyurtma asosida 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Skidkaga aka 1 million so'mdan bunga pul sanab berishaveradi. Vodiy obzorda aloqa chiqayapman desin 900 ming so'mdan beraveramiz aka. Gap yo'q. Mana. Xo'p, keyingisi aka eniga 350, balandligi 285 razmerda bo'lgan high-tech fason darvoza aka. Bu ham 2 qavat polni shumkali bo'lgan. Kichkina eshik o'ng tarafda addenni buyurtma asosida 1 million 300 ming so'mdan 1 kvadrat metrini tayyorlab beramiz. Skidkaga aka bunga ham 900 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Bu yana bitta reflyonka fason darvozamiz aka. Xo'p, razmerlari aka eniga 335 bo'lgan, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan 1 kvadrat metr 780 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkaga aka 600 ming so'mdan pul sanab berishaveradi. Shu vodiy obzordan chiqayapman desa aka 550 ming so'mdan qilib beramiz ashuna aka. Gap yo'q. Xo'sh, keyingilari. Darvoza juda ko'p. Videolarni cho'zib ketganmiz, uzr, lekin hammasini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Ha. Darvoza aka shtampovishni 2 qavat shumkali bo'lgan variant aka. Darvozaning eniga 3,40, balandligi 355 joyga tushaveradi. Undan tashqari 25 sm dan aylan atrofiga nalishga aylangan shumkali holatda 1 kvadrat metr buyurtma asosi 950 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Xohlasa ranglarini boshqa qilib berishimiz mumkin, nerjikalarni ham xohlagan svetlarga qilib berishimiz mumkin buyurtma asosida. Bu darvozamizni skidkaga 750 ming so'mdan pul sanab berishimiz. Joyga tushpasa bo'ldi. Joyga tushpasa bo'ldi. Samarqand fasonmi bu ham? Xo'p, keyingi darvoza Samarqand fason darvoza aka, eniga 330, balandligi 370 plus undan tashqari ikki tomoniga 35, tepaga 45 sm dan nalichga aylangan 1 kvadrat metrini skidkaga aka 950 ming so'mdan beraveramiz. Buyurtma asosida 2 qavatli variant 1 million 250 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beraveramiz. Bu ham Samarqand. Bu ham Samarqand fason darvoza aka 330 ga 340 razmer bo'lgan, undan tashqari plus nalichkalari bo'lgan 1 kvadrat metr 1 million 250 ming variant buyurtma asosida skidkaga aka 950 ming so'mdan aloqachi qism bitirib beramiz ishlarini aka. Xo'p, keyingi darvoza aka. Keyingi darvoza high-tech fason darvoza, taraf fason ham deyiladi aka buni. Xo'p, eniga aka 325 bo'lgan, balandligi 3,5 razmer, undan tashqari plus 25 sm dan nalichkalar bo'lgan darvoza polni 2 qavatli bo'lib tayyor bo'lgan aka. 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkaga aka 900 ming so'mdan buni ham beramiz aka. Xo'p, keyingi fason aka soqqali fason deyiladi aka buni. Eniga 330, balandligi 355 razmerda bo'lgan 1 kvadrat metr 1 million 250 ming so'mni O'zbekiston bo'yicha yetkazib o'rnatib beramiz. 2 qavat shumkali qilib 1.8 dan tayyorlab beramiz. Xo'p, bu darvozani skidkaga aka 1 kvadrat metr 950 ming so'mdan tayyor qilib beramiz aka. Xo'p, keyingi fason aka aka fason xohlaganlar uchun eniga 330, balandligi 340 razmerda 1 kvadrat metrni aka 700 ming so'mdan beraveramiz. Buyurtma asosida 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab beramiz aka. Xo'p, keyingi darvozamiz eniga 295, balandligi 3 metr, shtampovishni variant. Kvadrat metr 620 ming so'mdan aytib o'tganimdek, buyurtma asosida 1 kvadrat metrga 480 ming so'mdan skidkada sanab berishaveradi. Razmer tushib bo'lsa bo'ldi aka. Xo'p, bu yerda yana ikkita darvozamiz bor. Eniga 3 metr, balandligi 3,5 metr, shtampovishni variant, nejikalarni plyonkalarga ko'chirmaganmiz. 1 kvadrat metr 620 ming so'mdan buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Razmer tushib qoladigan bo'lsa 480 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka bunga. Xo'p, keyingi soqqa fason mokras rangdagi variant aka, eniga
30 balandlik 3,5 razmerda 1 kvadrat metr 570 ming so'mdan 1.3lik listda buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Skidkada aka 1 kvadrat metr 450 ming so'mdan pul sanab berishaveradi aka. Bu yerda aka kachelar, tapchan so'ri deyiladi, shular bor aka. Bu yerda so'rilarimiz, tapchanlarimiz 2,5 million so'mdan boshlab 5 million so'mgacha bor. Aloqa chiqishadi. Xudo xolasa, narxi behijolat. Hammasini rasmlarni tashlab beramiz. Necha razmer kerakligini aytsa bo'ldi aka. Variantlari bor, tashlab beramiz. Xohlagan razmerda tayyorlab berasizlar. Ha, yangi tayyorlash kerakmiz, tayyorlab ham beramiz. Bu yerda endi kachelar. Ha, kachelarimiz bor. Xo'p, kachelar aka buni 2 million 300 ming so'mdan olib ketishaveradi. Bularda? Ha, bular 2 million 300 ming. Orqadagi-chi? Orqadagini aka 4 million so'mdan olib ketishaveradi. Tayyor holati shu holat. Buni ham tayyor holati, mana shu holat, tepalari yopiq, yog'ochlari, skameykalar yotib tushadi aka. Bundan ham bonus qilib bermasangiz bo'lmaydi biz obunachilarga. Qanaqa bonusingiz bor? Xo'p, aka bo'ldi gap so'z yo'q, bonus qilib beramiz aka. Hurmatingiz bor. Xudo xolasa aka, keksa onaxon, otaxon o'zlari yashashadigan bo'lsa, aloqa chiqsa, o'zlari chiqishmasa, shunaqa tanishlar aloqa chiqsa, bitta kachalarni bepulga dastavka qilib beramiz. Mazdag'li chola kampir choy ichib, Ha, o'tirishadi. Xudo xolasa bag'i endi issiq, tashqarida toza havoda o'tirishadi. Bittasini bepulga dastavka qilib beramiz, aloqa chiqishi. 2 million 300 ming so'mda bepulga shunday otaxon-onaxonlarda bir qo'shnisi yoki bir qarindosh chiqsa, olib borib beriladi. Ha, shunday aka. Reshotkalar. Reshotkalar aka metri 500 ming so'mdan boshlab 950 ming so'mgacha bor. Variantlar juda ko'p, assortiment juda ko'p. Aloqa chiqishaveradi. Telegram, WhatsApplar bor. Rossiyada turib ham, misol, chetda turib ham aloqa chiqishaveradi. O'zimiz borib, razmerlarni o'lchab, o'zimiz olib borib ustanovka qilib beraveramiz. Bemalol xudo xolasa ishlarini bitirib beraveradi. To'lov xohlagan usullarda bo'laveradi. Ekranda telefon orqali Telegram, WhatsApplar bor. Bor aka, hammasida. Gap yo'q. Xohlasalar lokatsiya tashlab beradi, kelib tanlab olib kelsalar ham bo'laveradi. Aloqa chiqaverasizlar. Ismingizni aytib qo'ying. Ismim Mohriddin aka. Mohriddin aka.